Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana tom haqida video ketyapti. Qurilish qilayotgan akalarimiz 1000 kvadrat joyimizni tomlarini qilib beryapmiz. Ko'tarish jarayoniga kelganmiz. Mana xudo xolasa ichi mansarda bo'lib, odam yuradigan bo'lyapti. Hali bitta ekanini video qilamiz, xudo xolasa. Ko'cha tomonlarimiz ko'tarilishni boshlagan. Ustakalarimiz issiq demay ish jarayonlarini qizg'in olib borishyapti. Mana xudo xolasa. Temirdan qilishimizdan maqsad mana kontener mahsulotidan qilyapmiz. Yonmaydi, egilmaydi, chirimaydi. Shuni hisobiga temirdan qilyapmiz. Hozir olib turlar nima bo'lyapti? Mana hozir saka to'pchalarini qilib bo'lganmiz. Mana bu ko'cha tomonimizni nimalari, firmalari. Mas'ul olib tushib ketmabdi. Salqin joy, mana dog'ozxonaga nima qilib qo'ysam bo'ladi, agar olib tushib ketgan bo'lsa. Mana xudo xolasa hali bitgan jarayonlarni video qilamiz. 1000 kvadratga yaqin joyimiz Andijonning Paxtaobod tumanida bo'lyapti. Bu tomimiz yangicha uslubda bo'lyapti. Master tom deyishi mana internetlarda reklama qilishyapti. Biz ham mana temirdan master tom qilyapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana hozir ustalarimiz jiddiy issiqlik uchun bir soat, yarim soat dam olishib, hozir ko'tarishni boshlashadi mana. Mana materiallarimiz kontener mahsulotida. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.